Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Bugun parda tikamiz. Pardani mana bu skladkasini ustidan tikib qo'yiladigan tikamiz. Buni mana esimda yo'q ekan. Mana yaqinda o'rgandim. O'zim o'rgangan narsamni sizlar bilan bo'lishib ketmoqchiman. Bu narsani 3 metr eni bo'lyapti. Pardamizni 3 metr eni bo'lsa, boshidan boshlab chetidan 18, bitta 18, bitta 16, bitta 18, bitta 16 mana bu 18, mana bu 16, bu 18, bunisi 16. Shunaqa tarzda qilib olib ketamiz, chizib belgilab ketamiz va buni qanday qilib birlashtiramiz? Mana bu 18 da bu 18 bilan mana chizig'i bilan birlashtirib 16 qoladi o'rtada. Mana shu chiziqni birlashtirib tikib qo'yamiz. Mana tikib qo'ydik. Tikilgan chokini endi boshidan boshlab mana bu tarzda tikib kelamiz. Mana bu tarzda chiqadi. Mana shu holat uchun men sizlarga ko'rsatib ketyapman. Keyin buni nimaga ilinganda mana bu holatda dazmol bosamiz. Mana shu holatda turgan joyda dazmol bosib ilib chiqamiz. Shunaqangi chiroyli turaveradi. Mana bitlari ishib qolmaydi-da. Men hozir amerikanskiy korsajdan foydalandim. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.